Muhammad Ali. Kim u? 20-asrning eng ulug' sportchisi deyiladi. Shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam. O'zini davrida kuch-quvvatiga to'lgan paytida, o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan? Men eng buyukman degan. Men eng buyukman dedi. Keyin Alloh taolo bir dard berdi unga. Bilasizlar. Shu odam harakatlanish qiyin bo'lib qoldi. Qaltirab qoldi qo'llari. Keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, qarang, 20-asrda eng zo'r sportchisi. Juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularni qaranglar-da. Ajoyib bir aql egasi bo'lgan. Islomda qabul qilib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin islomda qabul